Qachonki siz sog'lig'ingizni tiklashga kirishasizmi, o'zingizga investitsiya qilasizmi, o'zingiz rivojlanishingizga vaqt ajratasizmi, erkak kishi ham ko'radi. Xotinim o'zgarib qopti. Oldin bunaqa emas edi. Oldin energichniy emas edi. Oldin faqat meni ko'layverardi. O'zi ikkinchi rolda edi. Eng oxirgi rolga o'tib qolgan edi. Nimaga bunaqa bo'ldi ekan? Ko'zlari ham qurib turibdi, yaxshi so'zlar gapiryapti, menga mehribon bo'lib qolgan, piching gaplar gapirmayapti, kesatmayapti. Nima bo'layotgan ekan deb eringiz o'zi ham qiziqib qoladi. Qachonki siz o'zingiz ustingizda ishlasangiz, bunaqa bekorchi narsalarga, dididilarga, ko'lalarga umuman vaqtingiz bo'lmay qoladi. O'zingiz bilan o'zingiz ovora bo'lib qolasiz. Qachonki sizda toz osti mushaklaringizda muammo bo'lmasa agar toz osti mushaklaringizda muammo bo'lib tursa, sivorsangiz, chiqib ketsa, og'rib tursa, ichingiz kelmasa, gemoroy, qabziyatlar bo'lib tursangiz, u kayfiyatingizga ham ta'sir qiladi. Hammasi bizning ichki organlarimizda bir-biriga mutanosib hisoblanadi. Qachonki siz sog'lig'ingizdagi o'zgarishlarni his qilsangiz, kayfiyatingiz ham ko'tariladi, o'zingizga ishonchingiz ham oshadi, yuzlaringiz ham tiniqlashadi, ko'zlaringiz chaqnab turadi va o'zimizdan yaxshi energiya chiqqanini yon atrofdagilar ham his qiladi va obratniy svязь o'ziga keladi qizlar.